Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videorolikimiz Urganch shahar Sputnikda, ya'ni shu Sputnik bilan, ya'ni Shovat yo'l bilan Gula yo'lini chiqarish bilasiz, Sputnik yo'lini. Shuni yo'ldan bir deyish bu yoqda, bir ko'cha bu yoqda, shu yerda bir ajoyib bir og'alarimiz cho'kka deb dom solib ekan. Bu yerda o'zlari yashamoqqa solgan ekanlar. Oilaviy netmaka shu ikki donasi sotiladi ekan shu yerdan. Shuni bir sizlarga video obzorini atib beracakmiz. Hem shuni uylar hammamizga nasib etsin. Dim zo'r sotdilar lekin. Adalar satishga hem yeni bile ziloni zon alayına arka tarafta parkovkalar ham bor. Ularni ham gösteramiz. Bir like bosib ko'rishni unutmanglar. Şimdi videolarni ko'p chiqaramiz. Sizlarga manfaatli videolarni. Yan tarafımız yine şöyle polni 100% satışa bulup şanat maşin koymakka parkovka atibdilar. Yani 100%. Yerlerimiz polni kuyulup satışa tayratib beriladi ekan. Bundan fasatlar işlenar ekan, polni 100% ham fasatlarni ishlab chiqarilib taqdim ekanlar. Birinchi etajda, biri ile ikkinchi etajda biri qolibdi o'zi. Kanallar sotilib bo'libdi buni hammasini. O'zini bir ikkisini olib qolibdi, hammasini sotib ekan buni biratimiz. Shularimiz 100% katta maydonni mashin qo'yish uchun parkovka etib beradi ekan bu yerni. 100% shularni satib qo'yib, xohlasangiz har bir kvartirani o'zini adına bir mashin qo'ymoqqa parkovka yozib qo'yib beradi xonadoni bilan. Bir yan taraf elde tarafımızda koysanlar ham bo'ladi. Hamma yeri do'stlar zo'r ekan lekin. Mesela bir iç kısmımızdan gösterimiz. Bir de bir podizlerimizden bir saçlatıp giyin kolda işlengen ekan. Şurada bir yan tarafta bir kan bunun dazı önce holatı tayarlamas ekan. Şuna perigotchilar o'lmagan, hem 100% pishgan kirishdan solingan 100% qonundan Olmatulan zorlar ishlatilib. Chunki ajnasi o'zi bir yan tarafta o'zi yashaydi ekan. Zinalarimiz ham boshqalar olmasin, dor emas, keng harakat ishlangan. Bu yanımızda yine işlerim demlikten zorunlu koyup plasfetlisinden bir yan tarafımızda yine 3 kanalımız bu. 100 kvadrat ekan bir yerimiz. Böyle 100'den ziyade rakam derdi. 103 mi, 104 kvadratlı girişimiz bile 10 kolumuzda yine zala joylashgan. Zallar ham katta razmerde tushgan. Birlerimiz 100% podключиться, laminatlar ham döşelip, obuylar, eshik, beshik, tepli pollar, xolasanlar tabiini hamma o'zi o'tirib beradi. Bu yan tarafdan chiqib, balkondan qarab o'tirsanlar ham bo'ladi. Balkonlarni shularni tuzatib, taxlab mo'shatib beradi bu yerda da. Bir o'zgacha deb taxlab. Shu yine görüş işleyeceğimiz aranın yolu. Aytib o'tgan yo'limiz yo'qdim yaqin. Gaz, svet, suv hech yerdan muammo yo'q. Sentralniy kanalizatsiya ham taqilgan. Bu yerimizda yana spalnimiz kichkina. Bu yerimizda kichkina ham kichkina, katta razmerda tushgan. 4 metr bu, почти 4'e 4. Bu yerimizda yana dalan asibdilar. Hech qaysi kvartirada bunday dalan görmedik ekanlar bize. Xolasanlar kuxniyani bir ko'chirib turib, yanni 4 kanal etsanglar ham bo'ladi ekan bu. 4 kanal ko'rsatsanglar ham bo'ladi ekan. Bu 100%. Joyi lekin zo'r plitalar ham qo'yilib ham mustahkamlangan. Asosiy pergortkalar silikat karushdan bo'lingan ekan. Karushlarimiz ham. Yani boshqalarning penoblok yo boshqa emas. Birimiz oshxona qilib qolashtirgan ekanlar o'zi. Bu yanimizda orqa tarafimizda balkonimiz bor. Akvaryumdan zo'rlarini qo'yib turgan qismini, sifatlisini. Bu yanımızda yana parkovka. Xolasanlar chiqib, mashinani qarab, yetnashtirib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu yerda endi sanuzelimiz joylashgan. Hojatxona sanuzelimiz. Bu yerdan 100% podключlatib beradi. Yani narxına keladigan bo'lsak 5700 dan dedi. Endi 5700 dan arzon bo'lgani Shvegolovchada beradi deb o'ylamanglar. 100% oboylar urilib, oyoq tiylariz 100% laminatlar urilib, tepli polasiz tepli pol, otabina registrsiz registrini qo'yib beradi. Eshiklarim 100%, patologlarim 100%, hem yerini 100% doğru girib yashaysiz. Yapmak qisqasi. Bu yan tarafda yani aytganimiz yana birisi bor. İki kanalımız 65 kvadrat ekan. Bunu ham sizlarga gösterib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Girişimiz bilan buniki bu yerda joylashgan sanuzel hojatxonasi. Bu ham shu aytganimiz 100% tayyorlab beriladi. Birimiz 2 xona. Xohlasanlar kuxniyani bir ko'chirib, uni 3 xona atsanglar ham bo'ladi ekan. Bu yerdan keyingi mestamiz bor ekan. Bu yan tarafimiz yana o'zi oshxonamiz berajak mo'ljallangan. Xohlasanlar perigotkalarni olib, bu yerni kengaytirib, o'sha uyg'ulda o'tiradigan bo'lib qo'ysanglar ham bo'ladi ekan.
Bir yan tarafta yine spalnimiz bu. Spalnimiz balkonu. Bu arka tarafta yine gösterip ötken balkonumuz var. Bir yerimizde 100% patlı üst verildi. Bir yan tarafta zalımız. Zalımızdan kişilerimiz kötü biraz böyle düşken. Elektromontajdan yaxşısıyla işlettiler zorundan. Rozetkaları hemimiz koyulgan. Patlı üstte deyip terdik verediler. Aytib ötkenimiz 5 milyon 700'den yok bana şu korobkesi gerek deseyizler, korobkeni arzonroqda keltirib beraman dedi. Bir de özü общий 9 kvartiramız var, şundan ikkisi kalan. Köp emas, 2 dana. Kimni qiziqtirsa, şu ekran numaralarini chiqarib qo'yamiz, shuna telefon qilib, mürajaat etaverasiz. E'tibor uchun rahmat hammaga. Like bosib qo'yishni unutmanglar.